Assalamu alaykum hurmatli televizor ko'rguvchilar, qadrli do'stlar. Uyg'ur tibobati uzun tarixga, shonliq an'anaga, mukammal davolash sistemasiga, shundaqla parlaq istiqbolga ega shonliq tibobat madaniyati. Biz bugun Uyg'ur tibobatining paydo bo'lgan, rivojlangan ana makoni Xotanga yetib keldik va Xotandagi bir qism Uyg'ur tibobatiga munosabatlik rahbar, mutaxassis, shundaqla tadqiqotchilarni bir yerga jam qilib, Uyg'ur tibobat madaniyatining hoziri va kelgusi haqida maxsus suhbat uyushtirishni loyiq topdik. Men oldi bilan bugungi suhbatimiz taklif qilingan to'rdagi aziz mehmonlarni tanishtirib o'tay. Şinjan Uyg'ur tibobatchilik oliy texnikumining sobiq mudiri, mudir vrach Turg'un Umar. Xotan viloyatlik Uyg'ur tibobatchilik doktorxonasining muavin boshlig'i, mudir vrach Obulqosim Ahmad. Xotan viloyatlik Sahiya idorasining muavin boshlig'i, muavin mudir dorigar Olimjon Abdurahim. O'quvchiga qanday o'rganishni o'rgatish, bir ochqida bir qo'lpa etishni o'rgatmasdan o'quvchilarga ochqa yasash texnikasini o'rgatish. Maxsus kasblash orqali xodimlarningki ilmiy tajribalari yakunlandi, muhokama qilindi. Doğru bo'lmasa kasallikni davolab saqlat qilib bo'lmaydi. Bu sababdan biz Uyg'ur tibobat doğrularındaki Uyg'ur tibobatchiligidagi o'rnini muqaddas deb qaraymiz. Turg'un efendi, siz mushu Şinjan Uyg'ur tibobatchilik oliy texnikumining maktab mudiri bo'lib keldingiz. Izchil mush jarayonda maktab boshqarishda o'zingiz xos bir ramkalarni bekitib chiqdingiz. Bu jarayonda maktab boshqarishda olsun, mayli mushu maktabning umum qiyofatida olsun, zo'r o'zgarishlar bo'ldi. Siz mushu maktabda qancha yil maktab mudiri bo'ldingiz? Ben 2001 yılı 2. aydan başlap 11 yıldan artıq mudir oldum. Unda olsa Uyg'ur tibobatining davomlashishi uchun varis bo'lmasa olmaydi, ma'rif bo'lmasa olmaydi. Bu bir izchillikqa va uzluksizlikka ega. Siz maktab boshqarishda qanday qoidaga, qanday prinsipga amal qildingiz? Bu haqda bir so'zlab bersangiz. Ana men 2001 yılı 2. ayda maktab kelgandan keyin mening amal qilgan qoidamning birisi partiyaninki ma'rif nishoni maktab boshqarish nishonida ching turish. Biz maktabda 2. avlod rahbarlik benzisi hem bizning keng o'qituvchi ustozlarimiz bilan birlikda biz oldi bilan maktabda o'qituvchilarda qo'sh unvon, qo'sh salohiyat hem qo'sh diplomlik bir o'qituvchilar qo'shini barpo qilishni yo'l qo'ydik. Ikkinchisi o'qituvchilar qo'shinining qurilishini kuchaytirish. Uchinchi jihatni aytganda dars tuzish. Biz klassik asarlardan foydalanish, fan tadqiqot neticelerini kirgizish hem 17 yıllık müşahede oturgan o'qituvchilarimizningki ilmiy mehnatining mevalarini mujassamlashtirib biz 2. avlod Uyg'ur tibobat oliy texnikum darsini tuzdik. 26 turlik darsning 29 kitobini tuzdik. Buni 10 yil ishlatdik. 100 ming parchadan ortiq kitob o'quvchilarimiz orqali jamiyatga taqdi. Undan keyin biz to'liq kurs darsligi tuzdik. Tabiiy institut bilan üniversite bilan birlikte, Şinjan Tabiiy Üniversitesi bilan birlikte biz 18 dersini tuzib 14 nashr qildik, 4 hozir jiddiy ishlanayotdi. Uningdan boshqa bizning o'qituvchilarimiz Ma'rif ministrligininki 12-5 yillik o'lchamlashgan darslik tuzish ishlariga qatnashib 10 necha o'qituvchi hozir 35 parchadan ortiq xanzuchi darslikni tuzib chiqdi. Bunun içinde ben baş düzgüçü olan bir derslik 2. derecelik mükafat eriştik. Bu 3. cihetini etken vakti derslik kurulması berpa oldu. 4. fen teknik şuğulunuz. Biz 2004 yıldan başlayıp 2011 yılgacha devletinin Abdurrahman'ın hem şu Ma'rif Sayya Nazareti'ninki 16 türlük fen tedkikat türüne elip o'qituvchilarimizningki seviyesi kürnelik deyildi, açtı. Yani muşunun xulasqaga vaqtida demekçimenki o'quvchiga qanday o'rganishni o'rgatish, bir ochqida bir qo'lpa etishni o'rgatmasdan o'quvchilarga ochqa yasash texnikasini o'rgatish.
qiyin masalalarga yo'liqqan vaqtida dadillik bilan o'zi ochiq yasab murakkab qiliblarni etish iqtidorini yetildigan vaqtimizda andin bizning Uyg'ur tibobati boshqa tibobatlar hal qilinmagan shifosiz davosiz kasalliklarga davo topib insoniyatning sog'lomligini ilgari surayotgan bir iqtidorli qo'shinga aylana oladi. Bizdinki Uyg'ur tibobatimiz mangu tugamas buloqqa aylana oladi. Endi Obul Qosim efendim, men burun his qilatdim, Teopla kasal ko'sa, bir odamning topindan ko'kulisigacha yoki ichki kasaldan tashqi kasalgacha hammani bir odam ko'radigan mushta bir vaziyat botdi. Endi hozirgi ahvolda mushu vaziyat tutun o'zgartirilibdi. Mushatga islohot qanday bo'ldi? Dastlabda kasblar turini ichki kasal bilim, tashqi kasal bilim degandek bilimlarga ayirib davolash elib borgan bo'lsa, keyincha tadrijiy kasblar turi ayrilib, maxsus bilimlashish, maxsus kasblash yo'lga qarab mengib, ilgirgidek bir odamning topinidan ko'kulisgacha, ichki kasaldan tashqi kasalgacha kasal ko'rish ishlarga xotima berildi. Bu Uyg'ur tibobatida maxsus bilimlashish, maxsus kasblashning yo'li qo'yilishi Uyg'ur tibobat doktorxonalarining kasbiy taraqqiyotini tezlatdi. Xodimlar qo'shin qurilishini kuchaytdi. Shundaqla bemorlarning saqayish, yaxshilanish unumi yuqori ko'tarilib, davolash sifatida burunqidan zo'r darajada ilgarilashlar bo'ldi. Olimjon efendim, bayam sizni Xotay viloyatlik Sahya idorasining muavin boshlig'i deb tanishtirdik. Endi bu Sahya idorasiga kelgili qanchalik bo'ldi sizga? 20 yil bo'ldi. Ilgari siz qaysi o'rinlarda ishlagan? Men ilgari viloyatlik Uyg'ur tibobat doktorxonasida ishlagan. Undan keyin viloyatlik xalq doktorxonasida ishladim. Unda bo'lsa viloyatlik Uyg'ur tibobatchilik doktorxonasida qancha yil ishladingiz? Men 18 yilga yaqin ishladim. Sizning asosiy shu vaqtida ishlagan vaqtingizda qaysi yuzlanish, qaysi yo'nalish bo'yicha Uyg'ur tibobatchilikning qaysi turi bo'yicha ko'proq tadqiqot etdingiz yoki shuning amaliyoti bilan shug'ullandingiz? Men bu viloyatlik Uyg'ur tibobat doktorxonasida ishlash jarayonida asosan mush qadimgi reseptlarni ratlash, qadimgi hamdorilarni ratlash, mush qatorliq bir qator xizmatlarni ishlab, undan keyin shu dorilarni o'lchamlashtirish, mush jihatda nihoyat zo'r kuch chiqardi. Siz hamda o'z tadqiqotingizga birlashtirib, mush dorining muqaddas o'rniga bir qaytadan baho berib o'tamsiz. Uyg'ur tibobat dorilariningki, Uyg'ur tibobatchilikdagi muqaddas o'rni tuvandagi bir qancha jihat ifodalanadi. Birisi jungucha aloyidlik ega bo'lgan shu sayya ishlarida uningki 4 kunlik o'rni nihoyat cho'ng. Ikkinchi bir jihatdan Uyg'ur tibobat dorilari kasalliklarningki, yuqumli kasalliklarningki oldini olish, tasaddubiy sayya voqealarida o'zining rolini ko'rsatish jihatda nihoyat cho'ng o'ringa ega. Uchinchi bir jihatdan Uyg'ur tibobat dorigarligi Uyg'urlar o'zi barliqqa keltirgan bu dorigarlik ilmi. Shunga buningki bizning Uyg'urlar madaniyat tarixidagi o'rni nihoyat cho'ng. Dori bo'lmasa kasallikni davolab saqat qilib bo'lmaydi. Bu sababdan biz Uyg'ur tibobat dorilarininki Uyg'ur tibobatchiligidagi o'rnini muqaddas deb qaraymiz. Bu xizmatni xuddi kasalni tuz qutqazganga o'xshash qutqizishimiz kerak. Kitobni biz o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, eshitishimiz kerak. Viloyatimizda Uyg'ur tibobatchilik dori materiallarini terib o'stirish bazalari kengaytirildi. Endi Turg'un efendim, siz uzun mezgil mushu maktabga maktab mudiri bo'lsiz. Ma'rif bo'lsa nihoyat jafoliq jarayon, avlodlarni tarbiyalash, maktabdagi turli tuman ishlarga to'g'ri rahbarlik qilish va uning uddasidan chiqish intayin mushkul deb qaraymiz. Endi mening bilishimcha siz maktab mudiri bo'lgan yillarda mushu maktabninki bo'libmi Uyg'ur tibobatchiligiga oid qadimgi asarlarni yig'ish, to'plash, ratlash va nashr qildirish xizmati boshlanibdi. Siz shu ishlarning shohidi sifatida shularni bir eslab berasiz? Bo'ladi. Bizning maktabninki bu klassik asarlarni ratlash xizmati men maktabga kelishning oldida bizningki hurmatli ustozimiz marhum Abdulhamid Yusuf maktabning faxriy mudiri mushu kishininki bu boshlagan ekan. Men maktabga kelgan vaqtida masalan mag'zani murakobat, mag'zani mufradat, Qarabodning Qodiri, Suhbatul Oshiqin qatorliq bu kitoblar
tercümesi allaqachon boshlanib ekan. Demek biz 2001 yıldan başlap oldu bilen bizning şu mektepteki ustozlarimizning qo'ldagi klassik asarlarni uni tercümesini bitkizish, nashr qildirishni ishni boshladik. Shundan birlikte biz 2002 yıldan başlap şu Aksu, Qashqa, Atosh, Turpan, G'o'lja şu qatorliq viloyatlarniki hatta nayi yazılıqıcı berip klassik asarlardan biz 2001 yılının ahırgıçılar 40 parçadan artık klassik eserlerini akeldik. Hem şunu tercüme kılışkı başladık. Demek şunun asas yarattık. Şu işne muyunluğunu tutup yattık. Menimce boğanda saklanıvatkan bazı meseleler var. Birisi bu şu avam arasındaki kitaplarını kanda kılıp yığış meselesi. Bu bizim ölçümüzce aynı vaxtıda 3000 parçadan artık dep mölçerligen. Hazır bunun izdasını kıgınımız 300 parçadan artık. Bu bir mesele. İkincisi, muşu kitaplarını tercüme kıldıgan, üzü neşri kıldığı işlerinde tercümelerimiz bağansız az kaldı. Bununla kadın terbiyeleş gerek. Üçüncüsü, muşu klasik eserlerimiz bir kısmın bizi çirişke, buzduşku başlagan. Bunlarını kanda kutkuzuş gerek. Bu bir mesele. Dördüncüsü, bizden bu hizmetimiz tehe. Onu toplaş, tercüme kılış, retleş, neşrige çıkış izide toktap kılıvatıdı. Tatkikat degen mesele, bunun da çonkurlap kirginimiz yok. Biz bunu tatkik kılmasak, kitapını cazıge tizip koygan bilen meseleler kılamayız. Şuna bu meseleler kılış gerek. Beşinci en büyük mesele, bunun dinkin bu hizmetine kuddi kiselini tuz kutkazgan okşaş, kutkuzuşumuz gerek. Kitapını biz o'qishimiz kerak, o'rganishimiz kerak, ishlatishimiz kerak. Olimjon efendim, hamda his qilsam, birse Uyg'ur tibobatchilik oid maktab mana o'sha yerdiki. Doktorxona bo'lsa udulimizdiki. Uning ustiga dangliq teviplar mana ko'z oldimizda o'ltiribdi. Demak 9 tel bir shahar deyishga bo'ladi. Unda bo'lgandiki Uyg'ur tibobatining ommaviy asosi Xotanda to'liq deyishga bo'ladi. Hamda Uyg'ur tibobatiningki hozirgi ahvoli, hozirgi vaziyati qaysi holatga ketib bordi? Uyg'ur tibobatchilik davolash apparatlarının taraqqiyoti ilgari surilib, mulozimat sifati yuqori ko'tarildi. Biz bir necha yildan buyon viloyatda yuqori darajalik o'rinlarninki, munosabatli tarmoqlarninki yordami va mablag' jihatdan yordam qilish natijasida viloyatimizda davlat egilgidagi Uyg'ur tibobat doktorxonalaridan 10 qurib chiqildi. Bunun ichida viloyat Uyg'ur tibobat doktorxonasi 3-A darajalik doktorxona bo'lib qurib chiqildi. 7 noyida 7 doktorxonaninki 3'ü 2-A darajalik doktorxona, 4'ü 2-B darajalik doktorxona bo'lib qurib chiqildi. Viloyatimizda 55 Gezi bozor shifoxonalarida Uyg'ur tibobat bo'limlari va dorixonalar qurildi. Viloyat bo'yicha 744 kentida davlatninki asosiy dori mundarajasiga kirgizilgan Uyg'ur tibobat dorilarning hammasi to'liq saqlandi. Undan boshqa viloyat bo'yicha yakka egilikdagi Uyg'ur tibobat doktorxonalaridan 18 qurildi. Yuqorqi bir qator natijalar sayya islohotininki talabi bo'yicha keng dehqon chorvachilarning davolanish yukini yengillatib, kasal ko'rish tez bo'lish, kasal ko'rsatish qiyin bo'lish masalalarida nihoyat turtkilik rol o'ynadi. İkinci bir jihatdan viloyatimizda Uyg'ur tibobatchilik dori materiallarini terib o'stirish bazalari kengaytirildi. Üçüncü bir jihatdan viloyatimizda dori korxonalarining, dorigarlik korxonalariningki ko'lami kengaytirildi, zo'raytirildi. Buningda hozir viloyat bo'yicha ishlab chiqarishga kirishgan va sallanayotgan korxonalar jami 12 ga yetdi. Hamda hozir tadqiqot xizmati ishlanayotgan dorilardan 7 xil dori yangi dori sifatida tadqiq qilib ishlanayotdi. Yana 8 xil dori taqlid qilib yasash maqsadida bularning tadqiqot xizmati ishlanayotdi. Yani 1 yil 2 yilgacha bo'lgan vaqt ichida bu dorilarni davlatdan tasdiq qilinib, ishlab chiqarishga kirishtirilib, keng bemorlar bilan yuz ko'rishadi. Medeniyetler dolqunni biz shunda muzeylar orqali uni saqlab, beytib, qo'g'dab kelgusi avlodlarimizga kelgusi avlodlarimiz ajdod bo'lgan vaqtida uning avlodlariga yetkazishda bu intayin bo'lgan yaxshi bir qurilma, buni betish kerak deb qarayman. Davolashni qiliblashtirish, davolash unumini yuqori ko'tarish, davolash bexatarligiga
kapolatlik qilishni asosiy maqsad qilgan asosda bu o'lchamni tuzib chiqdik. Uyg'ur tibobatchilik dorigarligini kasblashtirish, texnikada yangilik yaratish, supsi barpo qilish qurilishi. Endi Turg'un efendim, ben mush maktabning qorusida bu suhbatga tayyorlik qilish jarayonida Uyg'ur tibobatchilik muzeyini ko'rib chiqdim. Ham buningda qadimgi asarlar va peshqadam teviblar va ustozlar va degandek. Ham demak, mushni ko'rib nihoyat hayajon cho'mildi. Kichkina maktab qorusida mana mushundaq bir muzeyning barliq kelishi bu kichik ish emas. Sizning mushaqda nimalarni degingiz bor? Endi bu muzey bizningki Uyg'ur tibobat madaniyatini avloddan avlodlarga karantin tarbiya hisobida davomlashtiradigan bir asar. Endi biz maktabimizda buni 2003-yili Urumchida Uyg'ur tibobati xalqaro bir muhokama yig'ini ochildi. Biz Abdurrahmonninki o'zi topshiriqqa asosan biz shu yig'inga tayyorlik qildik. G'azvoydan boshlab 20 necha tipning portret resmini sizdirdik, klassik asarlarni yig'dik, pishqadamlarimizning ideyasini turg'izdik, modullarni tayyorladik, shuningdan bu yig'in qatnashdik. Yig'inda bizning maktabninki bu ko'rgazma zali nihoyat yuqori bag'i erishdi. Chet ellik do'stlar ko'rdi, davlat rahbarlari, kasbdoshlar. Endi biz shuni qaytirib kelgandan keyin bu bizga intayin yaxshi ilhom berdi. Endi shu bo'yicha biz yillar bo'yicha ichidagi buyumlarni ko'paytirdik, sizdiganni sizdik, yasaydiganni yasadik. 2009-yili biz cho'ngaytib 200 pingpongga yaqin bo'lgan o'qish binosining 8-qavatga kengaytdik. Buning rolimi bir qadar cho'ng bo'ldi. Buningda nurg'un beg'ishtimilar paydo bo'ldi, nurg'unlagan qadimiy buyumlar paydo bo'ldi, kitoblar paydo bo'ldi, bizning ustozlarimizning yozgan nasli paydo bo'ldi degandek, bu bizga bir xil ilhom bo'ldi. Endi shu kichkina bir muzey deb atalmasimi, u bir ko'rgazma hisobidagi narsa bizning maktabga yangi kirgan o'quvchilarimizga maktab kirish tarbiyasida zo'r rol o'ynadi. Chet elliklar va ichki o'lkalardan kelganlarning Uyg'ur tibobatini tushunishida bir jonliq darsxona bo'ldi. Endi bugun kunda maktabimizning 3-avlod rahbarlari buningga tegimi ko'ngil bo'lib, buni maktabimizningki qirg'oqxona binosining ustiga yo'tkab, buni kunimini cho'ngaytib, sifatini o'stirib, nihoyat yaxshi bo'lgan bir boshlanishni vujudga keltirdi. Endi biz muzey degan bu nuqtada aytgan vaqtimizda meningcha bo'lganda bu yana kishilik qiladi. Madaniyatlar to'lqinni biz shunda muzeylar orqali uni saqlab, beytib, qo'g'dab kelgusi avlodlarimiz ajdod bo'lgan vaqtida uning avlodlariga yetkazishda bu intayin bo'lgan yaxshi bir qurilma, buni beytish kerak deb qarayman. Endi Obulqasim efendim, anlasam Uyg'ur tibobatining tomon tutib diagnoz qo'yish, uningdan keyin mushu davolashni o'lchamlashtirish qatorliq jihatlarda bizni suyundigidek natijalar barliq kelibdi. Bo'libmi mushu davolash jihatdagi o'lchamni qiliplashtirishda qanday xizmatlar qo'l tutib ishlandi? Doktorxonamizda ko'p uchraydigan kasalliklardan 100 dan ortiq kasalning balnisib kirish, chiqarish o'lchami va diagnoz qo'yish, davolash o'lchamini tuzib chiqdi. 39 kasalninki kelinki yo'lni tuzib chiqdi. Tuzib chiqib yerlik o'lcham dastlabki qadamda tuzib chiqildi. 11-5 yillik va 12-5 yillik plan ichidagi afzallik kasalliklarni oldi doktorxona 6 yildan ko'proq vaqt sarf qilib davolash orqali bu davolash loyihasining amaliyotga uyg'unligi, davolash unumuning yuqoriligi isbotlandi. 1-5 yillik va 12-5 yillik plandagi afzallik kasal tadqiqoti muvaffaqiyatli tamomlanib, avtonom rayonlik va davlatlik fan texnika ilgarilash tadqiqot mukofotlariga erishdi. Demak, bu diagnoz qo'yish, davolash o'lchamini tuzishlik asosiy maqsad davolashni qiliplashtirish, davolash unumini yuqori ko'tarish, davolash bexatarligiga kapolatlik qilishni asosiy maqsad qilgan asosda bu o'lchamni tuzib chiqdik. Endi Olimjon efendi,
Biz bayan dedi Xo'ta viloyati şu Uyg'ur tibobatining ana makoni. Endi Uyg'ur tibobati shu tuproqqa barliq kelgan, rivojlangan, bugungacha yetib kelgan deb qarasak bo'ladi endi. Endi Uyg'ur tibobatiningki kelgusi haqida nurg'un yangicha planlarni, taraqqiyot tadbirlarini, plan tasavvurlarni o'tirib qo'yibsizlar. Bu haqda qanday bir xush xabarlar bor? Endi taraqqiyot planida jami 5 turlik qurilish barpo qilish o'tirib qo'yilgan. Buning birisi Uyg'ur tibobatchilik davolash mulozimati sistemasi barpo qilish qurilishi. Ikkinchisi Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik kasbini taraqqiy qildirish qurilishi. Uchinchisi Uyg'ur tibobatchilik dorigarligini kasblashtirish, texnikada yangilik yaratish, subsi barpo qilish qurilishi. To'rtinchisi Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik ixtisosliklar qurilishini barpo qilish qurilishi. Beshinchisi Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik madaniyatiga varislik qilib taraqqiy qildirish qurilishidan iborat 5 turli qurilish o'tirib qo'yilgan. Bu 5 turli qurilish 2020-yilga bo'lgan vaqtida butunlay tamomlanib bo'ladi. Buning ichida birinchisi Uyg'ur tibobatchilik davolash mulozimat sistemasini barpo qilishda 2020-yilgacha bo'lgan vaqt ichida biz 3-darajalik, 3A darajalik doktorxonadan 2 ni qurib chiqib, buning umumiy karvas sonini 2500 ga yetkazish. Ikkinchisi 7 noya bir shahardagi Uyg'ur tibobat doktorxonalarining hammasini 2A darajalik doktorxona qilib qurib chiqish. Xususiy egilikdagi Uyg'ur tibobat doktorxonalaridan 8 doktorxonani o'xshashla 2A darajalik doktorxona qilib qurib chiqish. Viloyatimizdagi 92 yezi bozor ichida 87 yezi bozorlik shifoxonaga Uyg'ur tibobat bo'limi va Uyg'ur tibobat dorixonasi qurish. Sharoiti bo'lgan butun kent davolash punktlariga Uyg'ur tibobat dorilarini kiygizib, keng dehqon chorvachilarninki Uyg'ur tibobat dorilardan davolanishga bo'lgan ehtiyojini qamdashni maqsad qiladi. Ikkinchi bir jihatdan viloyatimizningki shu yezi qishloqlardagi uzun umr ko'rish, cho'lponlarninki turmush odati, ularning uzuqlanish odati to'g'risidagi materiallarni yig'ib, buningdan 100 dona sog'lomlik mahsuloti ishlab, bu bozorga solinadi. Yana birisi alaylı girim buyumlardan, yani Uyg'urlarninki qadimdan ishlatib kelgan, xalqaro saqlanib qolgan girim buyumlarning manbasini yig'ib, buningdan alaylı bo'lgan girim buyumlardan 30 turlik mahsulot ishlanib, bu bozorga solinadi. Uchinchisi, Uyg'ur tibobatchilik dorigarligini kasblashtirish, texnikada yangilik yaratish subsi barpo qilishda asosli qilib viloyatimizda Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik tadqiqot o'rni qurilib, bu asosan viloyat ichidagi Uyg'ur tibobatchilik dorigarlikka oid tadqiqot xizmatlari bilan shug'ullanib, korxonalarni kasblashtirishda buni texnikalik mulozimat bilan ta'minlaydi. To'rtinchisi, Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik ixtisosliklar qurilishini barpo qilish qurilishida asosan 2020-yilga bo'lgan vaqtida butun viloyat bo'yicha Uyg'ur tibobat kasbi bilan shug'ullanadigan texnik xodimlarning soni 4000 ga yetkazildi. 5-chi bir jihatdan Uyg'ur tibobatchilik dorigarlik madaniyatiga varislik qilib taraqqiy qildirishda birisi 5000 kvadrat metr ko'lamdagi muzey solinib, Uyg'ur tibobatiningki tarixda ishlatib kelayotgan tibobatchilik dorigarlik sohasidagi qadimgi buyumlar yig'ilib bu yerga ko'rgazma qilinadi. Yani biz 3000 kvadrat metr ko'lamda Uyg'ur tibobatchiligininki qadimgi madaniyat miroslarni yig'ib bir kutubxona barpo qilinadi. Bir yıl qancha yosh kirdingiz? 75 dedim. Bu tevhidlik bilan shug'ullanganlik qancha yil oldu? 15 yaşını tartışıp kullangan 60 yıl yaptı. Voy voy. 60 yıl tibabat ceyanında bizden şu ustazlığımız, köptegen pişvalığımız ötte olunun arzu almalı hacı emelge açtı. Ben bundan ben kuşal. Uygur tibabat ilmi gün terakki kıldı ve yavaşlandı. Bizden yoldaşlarımız tevhidçilik gösterdi. Hem capa çekti. Şunda bozumu vazimedi. Bundaki mi ben tıkımı kayıp kalsam mı yeşim 70'ini aşkan bozumu tıkımı ben vazimay. Tıkımı bu şu tibabatla ilgili sürüşke ben
yordam etme. Ben bu mektepke qaytib kelgandan keyin mektep rehberligi meni nihoyat qo'lladi. Qo'llab birinchidan menga shu tadqiqot turi uchun 200 ming ko'y pulni mukofot qilib berdi, shu tadqiqotni davomlashtirish uchun. Ikkinchidan 3 millionlik bir zamonaviy bo'lgan bir tajribaxona qurib berdi. Hozir endi men shu maktabga kelgandan keyin asosli tadqiqot yo'nalishim endi 3 yo'nalishda bo'ldi. Buningki birinchisi shu xalqaro endi yangidan taraqqiy qilayotgan ximiylik oldini olish tadqiqot. Endi bu xil tadqiqot asosan shu an'anaviy tibobat tabiiy narsalardan shu narsalarni tadqiq qilish asosiy yo'nalish endi. Ikkinchi yo'nalish tor farmakologiyasi deymiz. Bu shu 2006-yili xalqaro tunji bo'lib o'tirib qo'yilgan narsa. Ham uchinchi yo'nalish shu ayollar yolli kasallanamiz bilamiz. An'anaviy bizning shu tibobat qo'llanayotgan doktorxonamizda uzoq muddat sinovdan o'tgan shu reseptlarni tadqiq qilib shuni yangi doriga iltimos qilish uchun bu xil tadqiqotni qildim. Biz bugun Xotanda suratga ilinayotgan Uyg'ur tibobati haqidagi suhbatda Turg'un Umar, shundaqla Obulqosim Ahmad va Olimjon Abdurahim efendimlar bilan nihoyat ko'ngilli paranglashdik. Uyg'ur tibobati 2500 yillik tarixga ega shonliq tibobat, ulug' tibobat, muqaddas tibobat. Biz oxirida Uyg'ur tibobatining kelgusiga to'zimas chechaklar tilaymiz. Bugungi suhbatimiz mushada oxirlashdi. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.